Botir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum teletomoshabinlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Biz Spark tomon yanada yaqinlashyapmiz. Ya'ni bugun Botir aka 6-sonimiz va 4 ishtirokchi ichidan bitta g'olibini tanlaymiz. Xuddi shunaqa. So'rashib olamiz, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, oshpazlar. Avvalambor hammaga salom. Hammanglarni Botir aka chiqishda kutib qolaman. 6-soni ochuv deb e'lon qilamiz. Bir soddasizlik oshpazlar bilan nima qilasiz? Oshpazlar bo'tdi bo'lsa, tomoshabinlar bilan so'rashaysizmi? Bo'ldi, tomoshabinlar bilan. Botir aka kundan kunga, sondan songa ishtiyoq, shiddat, havas juda kuchli oshpazlar yig'ilyapti. Menimcha o'ylaymanki, bu ketishda agar shu ketishda bo'lsa final, Xudo xolasa portlagan darajada bo'ladi. Xudo xolasa. Menimcha birin-ketin 4 ishtirokchilar bilan tanishib olamiz. So'ngra sekin-sekin bularga start berib, biz bemalol soyaga o'tib olib bir ko'k choydan ichib o'tirsa kerak, ha? Xuddi shunaqa. Bo'ldi, Botir aka, demak, o'ng qo'lim deganlar bilan ko'k choy emas. Nima ichishimizni aytaymi? Aha. O'zlarini mikro suvlarimiz, milliy ko'llarimizni salqin joyda ichish. Qadrdonlar, yemog'i qismog'i bor deganlari devarim qitib ketmasada bo'lmasdi, shuning uchun majburlab ketyaptilar. Qanday ayb yo'q. Xullas, qadrdonlar, o'ng tomonimda men ishtirokchilarim, chap tomon siz ishtirokchisiz. Demak, Botir aka, siz juda ham sekin gapirasiz, shiddat ko'p aytiryapsiz. Hop, ana. Bodring yeyish kerak, bodring. Salta, qanaqa salta? Bodring yeymoq. Hammasi yaxshi, hammasi kayfiyat zo'r darajada inshaalloh. Demak, Botir akam bilan birgalikda birinchi, ikkinchi ishtirokchi bilan tanishib olamiz. Marhamat, Botir aka. Assalomu alaykum, aka. Cho'msiz, yaxshimisiz? Charchayapsizmi? Rahmat aka. Aka, qayerdan keldingiz? Nazarbekdan Uzurboshdan keldim aka. Zo'r, tabriklaymiz. Kelganingiz uchun rahmat. Rahmat. Aka, siz qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, Cho'msiz. Sergelidanman. Sergeli. Sergeli o'zim o'rgili. Men havaskor oshpazman. Ha, zo'r. O'zim uyda, xonadonda, Bo'ldi. mehmondorchilikda o'zim qilib turaman. Bo'ldi, mazasini ko'ramiz. Xudo xohlasa. Bo'ldi, aka. Mazasini ko'rishdan oldin rakatsiya oling. Uyda damlayman deyaptilar, uylariga borib mehmonga boramiz. Xudo xohlasa. Agar yutsangiz. Xudo xohlasa. Hop, demak, armiya tortib boramiz. Demak, ikkita ishtirokchimiz bilan tanishib oldik. Endi esa yana ikkita ishtirokchi. Mendan o'ng qo'lda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Xonadonlar, kayfiyatli issiqlar bilan. Zo'r. Ismingiz? Umidjon. Yoshingiz? Hasanboydan. 33 yosh. Hasanboy qatida? Yo, Toshkent tuman. Oo, demak bugun pok paqir bo'lar ekanda, yoshida xolasa havaskorsiz. Yo, Yo'q. ishlaysiz. Ishlayman. Qaysi osh markazi sir bo'lmasa? Qoraqamishda osh sonsi versal sonsi markaz. O'zingizga Xudo xolasa uverinsiz va Xudo siz xolasa. Spark hali adam bo'lasiz. Xudo xohlasa, shu Joningiz sog' bo'lsin. Ya, tabriklaymiz. Bu hammasi omad, ana aytishadi, qo'lga bog'liq, kapkirga bog'liq. Omadingizni bersin. Assalomu alaykum. Charchamayapsiz. Bir chekkada turibman, hayajonlarim titrab, nima bo'lyapti? Qani bir qo'rqyapsizmi ishtirokchilardan yo'q, nima bo'lyapti? Yo'q. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Ja, agar cho'chisangiz bir ustozlarimiz aytishardi. Hayajon bo'lib qolsa bitta bezgaz suvni ichib olgin deb. Inshaalloh. Xo'p, ismingiz? Rixsiboy. Rixsiboy. Yoshingiz? 23 da. Qayerdan keldingiz? Oxunboboy. Toshkent shahar, Oxunboboy. Menimcha havaskor yo restoran bu joyda xizmat ko'rsatasiz? Xizmat ko'rsatamiz. O, qayerda? Va, Vizuvda. Demak, uyda o'tirib, kelib kelganda kelib soqqani sanab, oshni boplab ketasiz. Botir aka yaxshi, yaxshi ishtirokchida. Gap yo'q. Uzr so'rayman, ming bor uzr. Hozir bir pas yozishadi, kibr ekan deb. Omad tilab qolamiz. Omad qo'lini qisib qo'ymadimi? Omad tilab qolamiz. Mana qadrdonlar, qo'lini qisib qo'yaman. Xo'p. Botir aka bo'lgan ishi bo'lgani yaxshi. Cho'zgandan ko'ra yurgan yaxshi. To'g'ri. Qolgan ishga qor yog'ar, qorin ochsa faqat osh ketar deyshadi. Nima deysiz? Startni beramiz va biz siz aytgandek ko'k choy bilan salatga yo'l bosamiz. Ha, milliyni ichyapmiz. Ha, faqat bitta chabim, shisha yashadi men debdim. Start deb bo'ldi aka. Bo'ldi. Ketdimi? Ketdi. Och chempionatga start beramiz. Boshlaylik, faollarimiz xalq mazaqsi. Shisha yasha. Qo'yimiz deb Botir aka ketdi bo'ldi. Sog' bo'ling. Omadinglarni bersin. Gazini Botir bosing. aka chiqarib bular epro oladimi? Ertaga hali osh yaxshi chiqara oladimi? Yo'qmikan? Qo'ynim to'q. Ko'nglingiz to'q. O'zbekiston bir yerimda turadi. Lekin men bu bolaga men juda ham qiziqdim, chunki bu bola havaskorman demadi-da, zakazga qilaman. Endi zakazga qilsangiz, bilasizmi, zakazga qilish juda ham nozik insonlar bilan qilinadi. To'g'ri. Bular restoran. Nozik degani o'shanda siz kirasiz. Albatta, nozik deganda qorinboylar kiradi, aka. Bo'ldi. Lekin piyoz to'rashni ham ko'rasizmi? Ha, akkurat. Ahamiyat beramiz, qadrli tomoshabinlar. Har bir masalalarda har bir to'rashga ahamiyat beramiz. Xudo xolasa. Bularga endi vaqt beramizmi, yo'q qanaqa bo'ladi? Yo, o'zini xuddi tushiradi. Tushiradi. Tezlashtirsangiz ertaga biz aybdor bo'lib qolamiz. Nega sen tezlashtirding yo'q? Hamma o'zi bu birinchisi ixtiyoriy, o'zi bilgan oshni o'zini masalliqdan tayinlab beriladi, chiqarib berishadi. Ertaga bizdan pretenziya bo'lmaydi, sen mamnun qilding, shoshirtirding, mamnun qilding, chiqib qoldi. Gap bo'lmayishi kerak. Keyin yana bir narsani eslatib o'taman, chunki hozir bizda teletomoshabinlar ham ko'rib o'tirishibdi. Juda ko'pchilik o'ylaydi, endi bizda ijtimoiy tarmoqlarda reklamalar ham bo'lgan-ku. To'g'ri. Spark, nima uchun Spark va qachon u Spark va qanchadan keyin Spark?
va uni kim ochadi? Men shunaqa kommentlarni ham o'qib qoldim. Endi xabar bo'lmaysizlar tomoshabinlar. Botir akamni jiyani ekan, Botir akam o'g'li ekan, Botir akam nevarasi ekan degan gaplar ham kommentlarda yozishyapti. Endi bu ijtimoiy tarmoqqa ahamiyat bermaymiz. Soatchalik bo'lib ketyapman. O'tasiz xudo xolasa. O'shanga haqiqatni ayting. Kimlarga beriladi Spark? Qanaqa paytda g'olib bo'lganlarga beriladi? Shuni ozgina ma'lumot bersangiz, keyin biz sekin-sekin siz bu yoq tomondan, men bu yoq tomondan ishtirokchilarning bir suhbatini olamiz. Mana Spark avtomobil mashinasi xudo xolasa oxirgi qolgan chempionatda ishtirokchimizga beramiz. Etap o'tkaziladi bu o'yinimiz. Oxirgi qolgan insonni Spark. Iloji bo'lsa menga qolsa u inson sharoiti og'ir inson bo'lsa, misol o'sha orzu qilgan insonga o'tsin inshaalloh. Shuni tilab qolamiz. Shukrlar. Xudo xolasa. Bo'lmasa, zeriktirmasligimiz uchun sekin biza ishtirokchilarga bersak, kameralashtirish yo'llantirsaydi, biz sekin borib choyimiz. Ketdik. Charchamang. Omad sizlarga.
Saylovga boshlab olishibdi-yu. Lekin bilasizmi Botir aka, Saylovga toshla xudo xolasa. bitta narsa bor. Hayotda shunaqa bir taom borki, umuman semirtilmaydi. Naborot foyda. Men karantinda agar yolg'on bo'lmasa, karantinda shu taomni har kuni ertalab iste'mol qilib, karantindan esalomot olgan. Endi hammasi Allohdan, sababi. Bilasizmi qaysi taomligini? Qaysi ovqatligini? To'g'risini aytaman, shahar berdim. Shahar berdingiz. Shunda uzataverasiz. Bo'ldi, eslagandek bo'ldi. Eslagandek bo'ldingizmi? Okey, mana. Bo'ldi. Qadrli tomoshabinlar, unutmang, jizza hech qachon semirtirmaydi va hech qachon buni ziyon tomoni yo'q. Hattoki karantinda ham men har kuni ertalab yerdim, maza qilardim. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Katta to'g'ri-da. Lekin bilasizmi, nimagadir zira qo'shgan. Nima? Zira qo'shadimi? Yana hamma har xil kerak bo'lsa bir xil zirani choy qilib ham damlab ichiladi. Maza beradi, foydali tarafi bor. Oldim. Qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Bizda jizza pati. Ular oshdan jarayonlar zo'r ketyapti. Bularga omad deb qolamiz. Biza ko'k choyimiz bilan shu milliy ko'lamiz ichib o'tiraylik. Bo'ladi, aytyo. Sizlarga ham rahmat. Botir aka, mana necha yillik oshpazsiz. To'g'rimi? Endi o'zi aslida osh necha minut qaynash kerak? Endi u oshni ham anaqasiga qarab, katta kichigiga qarab. Hop. Endi kilo olaylik, 1,5 kilo. 1,5 kilo oshni 1 soat norma deb bilaman-da. Ko'pi ham ko'p stilik ketadi go'shtlari. Endi qarang, lekin juda bir xil joylarda, men endi ustozlarim aytishadi, boshqalar to'g'ri ma'noda aytayapman. Qancha ko'p qaynagan osh shuncha shirali bo'ladi. Lekin go'shti titilib ketadi deyshadi. Unda demak, to'y oshida kamroq qaynab, choyxonada ko'proq qaynash kerak ekan. Shunaqa? Yo'q. Kichkina qozonda o'sha normasi 1 soat, to'y oshida ko'proq qaynash kerak. Sababi katta qozon bo'ladi-ku. O'shalar paylari, go'shtli katta go'sht solinadi. Qaynab uni paylari, suylarini patalashkalarini shirasi chiqadi. U boshqacha bo'ladi. Nega lagan yopishadi? Lagan misol tog'orcha yopsa ham bo'ladi, lagan yopsa ham bo'ladi. Qaynayotgandan. Qaynayotganda sababi buning ichida no'xat magizlari yaxshilab yetilib pishadi. No'xat magiz sizga shart emas. Lekin qadrli tomoshabinlar bilasizlarmi, o'zi lagan yopishadi, tog'orcha yopishadi, lekin o'rta Osiyo operatorlarimizdan iltimos qilamiz, mana ozgina qattiq qaynayotdi, sal sekinroq qaynaganda ko'rsatsanglar, buni qaynashini o'zi boshqacha-da aka. Do'shini o'zi. Yana bir sirni ochaman. Endi Botir akam bu sirni bilarlarmi, yo'qmi? Biz yoshlikda aniq esimda, shu menimcha 7 yoshmidim, 6 yoshmidim, endi uylarda to'ylar bo'lardi, oshlar bo'lardi. Adamgilar rahmatli shunday non olib kelishardi, issiq nonni o'rtasini ochib, xullas ozginadan keyin masligida zo'r sirni ochaman Botir aka. Ozgina qaynolsin. Bo'ldi, men u siringizni bildim. Bildingizmi? Buni tushundim. Uni siz ekranga aytib berasiz. Bundan oldin yana bitta yo'q kutgan qadriyatni aytaman. Ma'lumot uchun aytaman. Oldingilar o'zlarini qadimgi yosh katta ulug' otaxonlar choyxonalarda, uylarda katalaganda osh yeb bo'lgandan keyin nima qilishardi? Toping. Endi teganda shuni ko'k choy ag'darib, chayib dunyoni tegiga. O'sha narsa yo'q ketdi, o'sha narsani qaytarish kerak. Albatta, qadriyatlarimiz.
Mana Mana men qilasiz, u boshqacha bo'lardi. Bakuda bo'ldim-da, Botir aka. Mana shu ishoning O'zbekiston atkuda deyishdi. Ya'ni qayerdansan? O'zbekistondanman. Sen shundoq qo'limdan ushlab olib, menga osh qilib ber, menga somsa qilib ber dedi. Pulini beraman dedi. Xursand bo'lib ketdim. Chunki O'zbekiston deganda aynan shu ovqat oshlarimiz juda ham bir nima deydi, mashhur. O'sha o'zlarini, o'zbekni ovqati, milliy ovqatlarimiz hammasi oldin Yevropa turardi, ikkinchi o'rinda Turkiya turardi. Hozir misol O'zbekiston birinchi o'ringa chiqdi ovqatlari bo'yicha. Hozirgi paytgacha, bu narsani ochiq oyda aytaman, hozirgi paytgacha ayrim bir savollar hali ham bizni qiynayapti. O'zbekiston, ya'ni uzr kechirasizlar. Oshning dunyo, ya'ni osh qaysi mamlakatda milliy taomi? Instagramga qo'ysak ham shu savolni bersak, hamma Qirg'iziston deydi, Tojikiston deydi, O'zbekiston deydi. Xullas, qadrdonlar, bu narsani biz eshitganimizni aytaman. Oshni aynan Amir Temur bobomiz Loy jangidan oldin jangchilarga tayinlab berganlar. Demak, osh bu O'zbekiston, ya'ni biz mamlakatimizning milliy taomi. To'ppa-to'g'ri. Lekin mayli sizniki ham, mayli bizniki ham, chunki biz siz bilan hammamiz qadrdonmiz, qardoshmiz va qarindoshmiz. Talashmasdan, urushmasdan To'ppa-to'g'ri. bittalagan oshga, Botir akamnikigami, mani xonadonimga ham yoki bular nima dedilar, vizovga chiqarlar, chaqirsanglar, xullas kelsanglar bemalol bo'ladi. Nima deysiz? Xuddi shunaqa bitta magazda 40 kishi bo'lasiz yegan, osh ham hammaga yetadi. Xalq mazasi. Endi yorvardingiz endi, qirq Nima qiling? qilib. Endi menda nima qiling? Uni qo'l bodringga taqasiz. Anaqani bor, o'shani topganim bor. Sekin eshitdim. Gaz Elbet tinchlikmi? Non ko'tarib olsa, ozayotgan odam non ko'tarib oladimi? Yo'q, aka, nonni sog'indim, nonni sog'indim. yo'q, Mana shu ota-bobolarimiz mana shu qishloqlarga borib qolsak, tandirda nonlarni yopib berishsa, suvga bo'ktirib yeyish sog'indim, aka. Non umuman to'xtatilgan. Qadrli tomoshabinlar, qadrli do'stlar va qadrli bizni kuzatayotgan yosh va qarilar. Sensatsion va eksklyuziv life hack deydimi, nima deydi? Jaydarisiga shunaqa. Bizda faqat jaydariz, boshqachasi yo'q. Botir aka. Voy. Bismillahirrohmanirrohim. Okey, yo'q, bu menga mumkin emas. Mana shu joyi Botir aka, bismillah, joyi bor Botir aka. Ko'rsatib bermoqchi. Yo'q, uring, qani. Mana shundoq mana suvlariga botirib. Qani bir maza qilib oling. Voy, ey. Oh. Endi shu joy, habbamiz shu joyga bitta hot-dog qilib beraman. Hot-dog. O'zimiznikidan-a? Ha, mana 4 ta piyoz. Voy. Dirs ketdi. Eng zo'r joyi mana shu bo'ladi, akalar. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Oshpazlar nimaga semirib ketdi? Mana shunaqa paytda nonni bo'ktirib uramiz. O'zimiz ham urardik. Hammaga tavsiya qilaman. Shesha yasha nima deysiz? Bari yetardimi? Shesha yasha. Botir aka, shu vaqtgacha kelguningizcha qo'l sizni qo'llab-quvvatlagan, sizga yordam bergan, mantiqiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham, finans tomondan ham, motivatsiya tomondan ham juda ham ko'p odamlar bor. Aka, har doim iloji bo'lsa shularni eslab o'tishimiz kerak. To'g'ri aytasiz. Bir shuni nomini shundoq o'tib o'tirsak, misol Milliy Kola, Sayxun va Mikko. Botir akamiz shu proyektda bosh homiylar sifatida ishtirok etadi. Buni bekordan bekorga aytganim yo'q. Meni ham o'zimning homiyim bor, aka. Qanaqa homiyngiz bor? Ozish va bodring. Vaqt, soat, hamma narsa oliy hakam. To'g'ri. Qadrli tomoshabinlar, sizlardan ming bor uzr so'ragan holda menga ruxsat berasizlar, chunki soatim 6 ga yaqinlashib qolyapti. Borib zalga trenirovka qilishim kerak. Xudo xohlasa sizga ishonaman. Bu yerga ko'p o'tib azi qoldi.
operator akalarimiz bilan birga, oshpazlar bilan birga chiroyli olasizlar. Va yana bir narsani aytib o'taman, keyingi ko'rsatuvimiz juda ham bir shiddatli bo'ladi. Eshitdingizmi? Yo'q. Hali gruppada yozmashdi. Yo'q. Men lekin bugun yozaman. Nimaligini o'zim aytib o'tdimmi yo o'tasizmi? Taxmin qilib aytaymi? Taxmin qilib. Ayollar bo'lish kerak. 5 kishi kelib 103 dollarni olishib qo'yibdi. Okey, albatta ko'rgan bo'lsangiz ijtimoiy tarmoqlarda Botir akamni profillarida 5 kishi kelib 103 dollar osh yeyishgandi va keyingi xudo xolasa ko'rsatuvimizda aynan ayollar taom tayyorlashadi. To'g'ri-da? Siz ham haqlisiz. Qachongacha uyda o'tirasiz? Qachongacha farzandlar bola chaqa uchun ovqat qilasiz? Siz ham kelib bunda bizga ovqat qilib, yutib, maza qilib, Spark haydab keting. Qanday ishni? Chunki sizlarni boringlarga shukr. Umringlar uzoq bo'lsin, tana joninglar sog' bo'lsin, uyi ko'rkini qilib turadigan ham, farzandiga ko'rk beradigan ham, bizani ko'chada yurishimizga chiroy bo'lib turadigan ham bu ayollarimiz. To'g'ri. Ayollarimizning umri uzoq bo'lsin. Demak, Botir aka menga ruxsat berasiz. Sizga ham rahmat. Lekin tez kunda ko'rishganda ko'rishguncha aka. Rahmat kelganingizga. Xullas, kim bugun g'olib bo'lganini men kommentariyamga yozib qoldinglar va Instagramda profilimni atmetga qilib, srochna menga yuboringlar. Men o'zim bilib olaman. Bo'lmasa men zalda bo'laman, kechqurun bir payda choy ichida ko'rishamiz. O'tib boramiz kamardan. Faqat hammasi haqqoniy bo'lsin. Chestni bo'ladi, chestni. Sparkka yana bir qadam. Xorbeli oshpazlar, xorbeli, charchamayapsizlarmi? Tushunibsizlar? Rahmat. Sizlarga charchamayapsizlarmi? Oshpazni dardini oshpaz tushunadi. Shuning uchun sizlarga homiylarimiz milliy kola, mikro suvlardan olib keldim. Muzdek. Ko'rib olasizlar. Ichinglarni hajarini o'chirasizlar. Ko'ring, ham limonligi boshqacha. Tamam. Mikoni anorligini bitta ko'rasiz. Rahmat. Hamdaqa olmali mikolarni ko'ring. Charchamaylar aka. Rahmat aka. Sizlar osh qilishda davom etinglar. Biz sizlarni tomosha qilishda davom etamiz. Osh bo'lsin, barakasini bersin. Rahmat. Mana oshlarimiz ham tayyor. Qozonni ochishga tayyormisizlar? Mana Tayyor. hammaga omad. Oshlarni ochib suzib, degustatorlar oldiga olib kiramiz. Xalq maza qilsin. Oka, osh qilgan oshingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglingizga chiqdimi? Ha, toshdami? Hayajon yo'qmi? Hatto kutishyapti, bilasizlar, armiya kutishyapti. Bo'ldi. Prokurorlik kutyapti. Men advokat, sizlar taraf olaman. Oka, siz nima deysiz? To'y oshingiz sayradimi? Ko'ngildami? Uyaltirmaydimi xudo xolasa? Yaxshi. Men ko'rib turibman, hammasi sayragan. Unaqa aldam-qaldam emas, oshlar sayragan. O'zi erkak kishi qilgan osh sayraydi. Osh yomoni bo'lmaydi. Oka, nima deysiz? Oshlaringiz qanaqa? Inshaalloh aka fikringizni aytasiz xudo xolasa. Mix, fix, trix bo'lib ketdi-yu oshingiz. Ana asartment yog'li qo'shdingiz 3-4 xil
Sizni oshingiz qanaqa aka? Bizani oshimiz choyxona palov, Choyxona palov, ha? dumba bilan paxta yog'iga bo'lyapti faqat. Ko'rinishidan boshqacha sayragan. Xudo xolisa. Shiralari addushi chiqibdi. Ko'ngildek chiqdimi aka, o'zingiz ko'nglingizda chiqdimi? Ko'nglingdek, xudo xolisa. Bo'ldi. Ko'nglingizda chiqqan bo'lsa, muammo yo'q. Hayajon qanaqa aka? Hayajon yo'qmi? Boshida ozgina bor-edi, hozir yo'q, xudo xolisa. Qo'rqmang, hammasi o'zimizniki, begonasi yo'q. Sanikilarni Allohdan hammasi. Allohdan. Bu ko'rsatuvda qatnashganlar bor, qatnashmaganlar bor. Shu yergacha kelishni o'zi bo'lmagan, rostmana. To'g'ri. O'zimiz ham shunaqa sizlarga o'xshab ishtirokchi bo'lganmiz. Aka savnikilarni barakasini bersin, osh sayragan. Hammaga omad tilab qolamiz. Bu yoqda degustatorlarimiz kutishyapti. Qani siz bersanglar, xalq maza qilsin. Oshlarimiz tayyor, endi olib ekspertlarga olib boramiz. Va sayrabdi oshinglar. Oshlar. Qani oshlarimiz sayrabdi, ham to'y oshlari. Bay. Xalq maza qilsin. Dugonalar bormi, siz omonmisizmi? Faqat ey do'stlar degan shularni qo'yib, eski do'stlar ketyapmiz oshlarni. Endi bunisi boshqacha bo'lyapti. Har o'yinning soni zo'rdan zo'r chiqyapti, lekin nima deyishni ham bilmayman. Kerak bo'lsa, o'zimdan ham kuchli oshpazlar bor ekan, bang'illab tashlashyapti. Barakasini bersin, xalq maza qilsin. Ichkarida kutishyapti bizani. Oshlarimizni olib kiramiz, qani. Assalomu alaykum. Chuvsizlar, charchamasizlarmi? Men sizlarni vaqtingizni olib qo'yganimizga xafa bo'lmaysizlar. Oshlarni Namoda qolib ketsa sabab berasiz. yo'q, muammo yo'q. Faqat shu tuzini ko'rib aytib bersanglar bo'ldi. Va faqat haqiqatni gapirasizlar, haqiqatni. Ichinglarda yoshinglar ham bor. Sizlarga rahmat. Bizni turamiz. Osh bo'lsin. Qani bismillah. Qani. Mana shu oshdan ko'raylikchi. Yeb ko'rdinglar, joylanishib bo'lamiz. Ko'p suv bor. Xush bo'lib qoladi. Hammasini ko'ring. To'g'ri mehmonlar, charchamadinglarmi, tushunibsizlar? Kamchilik bo'lmadimi? Endi maqsadga o'tsak. Osh mazasini yetasizlar. Faqat haqiqat. Sizlar prokurorsizlar, men advokatman. Oshpazlarni oldini olaman. Boshlasangiz. Qaysi oshdan hammasini yeb ko'rdingizmi? Ha, hammasini yeb ko'rdik. To'y oshi bilan u oxirgi osh. Besh baho. Yo'q, bittasi kerak menga. Bittasimi? To'y oshiga. Menga ham ko'proq to'y oshi yoqdi. Bularchi? Bularda qanaqa Ikkinchi o'rinni men o'sha jizzaligiga beraman. Ha? Bularda ham jizzasi bor. Hammasida bor. O'shanisi. Bularga. Keyin mamlani qanaqa? Bularda bar fikr etib ketganingiz yaxshi. Bittasi bo'sh bo'lib qolibdi. Ha? Bittasi yaxshi parlanmagan. Guruch qattim. Yo'qda olib keldim. Yo'qda olib ketibman. 3 round. Kit ko'p. Kam emasdi, ko'p. Mana bu bo'sh bo'lib qolibdi. Ha, mana bu. Hozir
to'y oshi. Shu mana shu osh keladi. Yo, bittasi. Bittasini Bittasi shu. Siz qanaqa Shu. tushungan? Ay buni aytdilar. Точно shumi? Tamam, shu shu yoqmi? Endi Shu. Mani fikrim mana shu ikkalasiga to'y oshi bilan mana shu choyxonaga. yo, shu Ikkalasi ham chempion bo'libdi. Lekin zo'r bo'lganda nima Zo'r deysan? bo'lganda ajrat bo'lmayapti-da hozir ikkalasi. shunda men bir narsa demayman. Baribir Ikkalasi ham bittasini вообще ideal. yo, bittasini tanlash kerak. Sen ikkalasini tanlab ol, mana shu ikkalasini. Okey. baho berib olamiz to'y oshiga. Yo, hamma o'zini Yo, fikrini aytsin. o'zini fikrini aytsin. Hamma o'zini Mana fikrini besh baho aytsin. mana shu oshga mana 5 ketdim. Bu ham o'zi yo'liga. Bu to'y oshi bu. Bittasini tanlash. Bittasi. Bo'ldi, choyxona polvon. Choyxona palov. Menga to'y oshi ham aytmamni choyxona palovni yoqdi, lekin 1 mingga beraman, 2 mingga beraman to'y oshiga. Choyxona palov. Sancha To'y oshiga baho berib. Kuchli bo'lib qolibdi. uchta bo'lib qoldi. Endi men yeb ko'rmasa aytaman. Faqat haqiqatda aytadi, unaqa chesni bo'lish kerak. Bu yerda hatto qarishlikda qolib ketmaydi. Haqiqatda aytasizlar. Albatta. İşte Guruchlari ham hamma narsalar o'zida. shunda Gap yo'q. nechta odam 4 ta to'y oshi, 4 ta. 3 choyxona palov. 3 ta choyxona. bo'ldi. Lekin yo'q, Haligi men choyxonaga balet qilganlar ham, lekin u to'y oshi zo'r bo'lgan lekin. Haqiqatan to'y oshi zo'r. Zo'r To'y oshi bo'lgan. zo'r bo'lgan. O'shan yeyapmiz. qolganlarni ham sizlarga ham rahmat kelganinglarga avvalambor. Shunchalik vaqt ajratib haqiqatni aytganinglarga. Biz ham oshpazli tarafimiz. Endi hali o'zim yeb ko'rmadim. Oshda Yeb ko'r o'zing ham. yo'q. Men keyin yeyveraman. Nima deyishni bilmayapman. Hamma osh sayragan, bir-biridan o'tgan, oshpazlar harakat qilishdi suvda. Endi hakamlar gap aytgan ish qilamiz. Ushlaganni aytdi. O'zi orada bitta to'y oshi. Bitta to'y osh bor, tigini bilishimiz kerak. 3-chi. Bo'ldi. Tegin namisi. Bir o'ziga. Ya, bo'ldi. Oka, sizlarga ham rahmat. Bizani bu yoqda oshpazlarimiz kutyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boshlarib ko'rmasin oshpazlar. Rahmat. Endi hayajonli daqiqalar keldi, xudo xolisa. Hakamlarning oldiga ham kirib chiqdik. Borini bor, yo'qni yo'q deyishdi. Men ham ular u yoqqa tortishdi, men bu yoqqa tortdim. Bu yoqqa tortib amallab oxirgi bahoni olib chiqdik. Xudo xolisa hammasi yaxshi. Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Kim yutdi deb o'ylaysizlar? Kemirgan bo'lsa xafagarchilik. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Avvalambor hech kimdan hech kim xafa bo'lmaydi. Men endi misol uchun Oshingiz- bularni oshini yeb ko'rdim, Ha? bularnikini ham birini yeb ko'rdim. Lekin osh hammasi bir-biridan zo'r edi. Endi zo'r yetadi. Boshqa variant yo'q. Siz nima deysiz siz Men aka? ham yeb ko'rdim hammakidan. Yaxshi hamma bir-biridan qolishmaydi. Siz nima deysiz? Alloh bilguvchi. Ya to'g'ri, u hammasi Allohdan. Rost endi Hammasi prognoz qiladi endi aytasiz, mana misol siz ham o'ljalingiz bor. Ha. Bu inson yutdi, bu inson yutdi deysiz. Qani siz ham o'ljalingiz. Endi okey, bir nima deyishim. Men bu yerda ikkita odam oshini yeb ko'rdim. Bularni to'y oshini yeb ko'rmadim. Xo'p, bularda osh normal holat salat yo'q. Ana fikrim. Bularda normal okey. Yana ham fikri xolis sotib berishadi. Ya to'g'ri. Menga bularni oshi yo'qdi. O'sha kichkina qoshiqda yeb ko'rdim-ku. To'y oshi ma'qul keldi menga. Endi shaxsiy fikrda. Xafa bo'lish yo'q. Ya to'g'ri. Bor narsani aytgan, bu yerda nima deydi? Osh yomoni yo'q. Prosta o'shani baholab berishimiz kerak. Oshlar hammasi sayragan, ideal bo'lgan, adushi mana misol Xudoga shukr 20 yillik tajribamdan kelib chiqib aytyapman. Hammasi zo'r. Ko'rganni o'zida misol qaynaganda tuzi ana bir xilla bilsangiz tuzi kam past solganni anaqadan hididan ham bilsa bo'ladi. Har xil yo'llari bor. Misol yana bitta varianti bor. Eshitganmisiz yo'qmi? Qaynayotganda qaynaydi-yu, suya chiqishiga qarab ham bilsa bo'ladi. Shunaqa joylari bor. Ha, shunaqa joylari bor. Adushi. Unaqa katta qaynasa tuzi past bo'ladi, kichkina qaynasa tuzi norma bo'ladi. Aytib o'tganim yaxshi. Bilmagansiz olamiz.
Men yana bitta narsani aytib o'taman. Menga u savolni berishganda, o'choqni bir kun och chempionatda turibmiz. Hamma o'choqni og'zini anaqa qaratib qo'yibdi. Qiblaga mumkin emas ekanda o'zi kitobda. Mumkin emas. Siz bilar ekansiz agar bilsangiz. Bilmaganlarga aytib o'tishim kerak, meni vazifam. Yani ish tajribadan kelib chiqib. Mumkin emas ekan. Mani bu yoqqa qaratganda savol berishgan, nega? Shunaqa. Bilganlar shu bildi. Xullas hamma zo'r, kayfiyatlar qalay? Настроение zo'rmi? Zo'rmi? Zo'r aka. Nima deyishni ham bilmayman. Odam hayajon bosib ketyapti-da. 3 ta odamga ovoz berishdimi deyman-da. 10 odamga ovoz berishdi. Aka, endi alohida mana bizning milliy ko'llar, mikro suvlarimiz homiylik qilishyapti shunchalik. Bizga adashga qilib, shunaqa yig'ilib o'tirishimizga nima deyishni ham bilmayman. Odam uyalyapti. Men sezman, oshpazman-da. Oshpazlarni oldini oldim. Oshpazni anaqa deb oshini yeyishgacha til qirq tashlash kerak. Rostdan gapirishingiz kelyapti. Aka, 3-chilarga yetishdi. 3-chilarga kimnikida? Men. Aka, tabriklaymiz aka. Tabriklaymiz. Aka, G'alatsiz zo'r. keyin birinchilarga kimnikida? Maliki. Birinchilarga konkurent bo'ldi. O'sha 3 bilan bir narsa konkurent bo'ldi-da, ikkitalarga. Oxiri birni tanlashdi, aka. Tabriklaymiz. 3-chilarga birinchi o'rinni oldi. Prosta aka konkurensiya bo'ldi, narsa tanladi. 3 kishi o'sha birni tanladi, 4 kishi 3 tanladi. Xat bo'lmaysiz aka, barakasini bersin, sog'liklarni. Bir-biringlarni tabriklab qo'yinglar, aka. Aka, shunchalik qatnashganingizga rahmat. Shunchalik. Rahmat. Ikkitalarga rosa talash bo'ldi. Haqiqat aytganim narsa. Alloh rozi bo'lsin hammadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Xafa bo'lish yo'q. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Prosta bu shou. Xudo xolis kelsangiz bundan ham shoularda qatnashasizlar. Ilohim telefon qilib qo'ysanglar, bizga tarafdan xizmatlar bo'lsa, bemalol ayturinglar. Bizda misol o'tbetda hashardasizlar, masjiddami, mozordami, qanaqadir yonib ketgan uydami, nima payt Botirat chosh shunday telefon qilasizlar. Men nomerim bor. 77 081 4 da bo'laman. Ali o'tsanglar shunda besplatniy xarajat bilan borib xizmat qilib beramiz. Hammani Botirat choy chempionatda kutib qolamiz. Xalq maza qilsin. Yasha!